Aren, sendan bir ikkita narsani so'raymiz. Agar javob berging kelmasa, hech ham ahamiyati yo'q. Xo'pmi? Necha yoshdan beri bu yerdasan? Yaxshi. Xo'sh, bu yerda hayoting qanday o'tyapti? Bizga aytib berasanmi? Katta bo'lganda kim bo'lishni orzu qilasan? Lekin buni ishora bilan aytma, maylimi? Nega kelgan bo'lsangiz shuni so'rang. Quloq sol. Biz aslida seni bezovta qilishni xohlamasdik. Yosh bola deb so'ramayapsizmi? Unaqa emasmi? Qanaqa yosh bola? O'ylab ko'rsak, bu dunyoda eng tez ulg'ayadigan odamman. 2 yoshimdayoq erkak bo'ldim. Sizdan ancha dadilroqman. Garov o'ynaysizmi? Mana bu yerga yozib qo'yibsiz. Qani so'rang. Dadamga nima bo'lganini bilamanmi? Bilaman. Dadamni otib ketishdi. Yo'q, bunday bo'lmaydi. Erkakka o'xshab so'rang. Men sizga yosh bola emasman. So'rang. Qanday bo'lganini bilamanmi? Bilaman. Orqadan bitta pastkash keladi. Qani ketdik, Mert. Bum! Bitta o'q uzadi. Qorin bo'shlig'iga tegadi. Dadam yiqiladi. Keyin bo'lsa shunday yoniga keladi. Sizningcha dadam nimadir deganmi? Deganmi? Men bilmayman. Bormi? Shu zahoti jon beradi. So'rasangiz-chi, muxbir? Daftaringga yozib qo'yibsan. Dadamni otgan odamga nima bo'lganini bilamanmi? Bilaman. Qamoqqa tiqishdi. Shunga o'xshash joy. Bundan battar bo'lsin ish qilib. O'sha yerda o'lib ketdi. 2005-yil 25-sentyabr. Siz uyingizda oyingiz, dadangiz bilan bayramni nishonlayapsiz. Men bu yerda har yili o'sha kunni nishonlayman. Qanday nishonlayman, so'rang. Bu yerdan qochib ko'chaga chiqaman. Keyin xayolimda tasavvur qilaman. O'sha nusxa yashasa, o'lmasa nima qilaman? Bolasi bo'lsa nima qilaman? Ukasi bo'lsa nima qilaman? So'rang, muxbir, so'rang. Siz kim ekanligingizni bilamanmi? Bilaman. 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 Mert. Mert. Ishonmayman, Ali aka. Meni akam hech kimni boshiga qurol tirab otib tashlamaydi. Uni siz bolaligidan beri bilasiz, to'g'rimi aka? Ishonmayman, Ali aka. Alloh qahriga uchrashsin. Bolani ko'rdingizmi aka? O'sha bolani ko'rdingizmi? Meni akam o'sha bolani yetim qoldirmasdi, Ali aka. Ali aka, o'zingiz ayting. Akam shunday qilganiga siz ishonasizmi? Qo'y, bu ishlarni yig'ishtiramiz, Mert. Faqat ko'nglini og'ritadi. Men ishonmayman aka. Bu yerda boshqa gap bor. Lekin men ham buni tagiga yetmaguncha qo'ymayman. Men bilan yur, shu yoqda gaplashamiz. Kamil, nima bo'ldi? Nega qo'ng'iroq qilmadingiz? Kuzatyapman aza. Nimadir bo'ldimi? Vaziyat qaltismi? Yo'q, vaziyat qaltis emas. Kamil, eng kichik shubhadayoq reja haqida unutasiz. Tushunarlimi? Nima qilishingizni tushundingizmi? Tushundim, xavotir olma. Xo'p, mayli. Og'ayni, shu ishlarni qo'y endi, yetar. Tashqaridagi hayot tugadi. Tugadi. Bu yerdagi hayot boshlanyapti endi. Yur. Meni bilasan. Cho'pchak aytib o'tirmayman. Jengizga o'xshab yoqangdan kirib yengingdan chiqmayman. Nima derdingiz, Ali aka? O'sha diktofoningni otib yubor. Bu ishingni oqibati yaxshi emas. Hech kimga ravo ko'rmayman. Uka, aqlingni yig'. Men uchun o'z ukamdek eding. Boshingga tashvish tushishini xohlamayman. Boshimga qanday tashvish tushadi? Uka, sen bu olamni bilmaysan. Talonchilar, qotillar. Meni akam qotil emas. U bo'lmasa, demak boshqa kimdir bor. O'sha boshqasi esa maqolang haqida eshitib, quvonchdan raqsga tushmaydi. Sizningcha kimdir bormi aka? Mert, odamni jinni qilma. Pullar deyapsan. Pul hech qayerda yo'q. Juda katta pul yo'qolgan. Odamni ko'chani o'rtasida otib ketishadi. Bu ishni hazili yo'q. Nimanidir bilasizmi, Ali aka?
Ey, men nimani bilishim mumkin? Seni himoya qilishga urinyapmiz xolos. Omer noto'g'ri yo'ldan ketdi, senga hech narsa bo'lmasin deyapman. Menga hech narsa bo'lmaydi, xavotir olmang. Mert, ke bu ishlarni yig'ishtiramiz. Ha? Quloq sol, seni go'dakligingdan bilaman. O'sha paytlarimni bilasiz. Lekin keyin yo'q edingiz. Keyinini bilmaysiz. Men katta bo'ldim aka. Boshqa maqola yoz. Ke shu maqoladan voz kech. Yo'limdan qoching Ali aka. O'zing bilasan. Men seni o'ylab aytgandim. Endi tushundim, Tefo. Nimani tushundingiz? Bu nusxa hamma narsani biladi. Oldindan biladi. Bizni kuzatyapti. Bu sherikligi uchunmi? Hech qanaqa sherik emas. O'zim ham bu odamda nimadir bor deyotgandimi, mana. Xo'p, nimani payda ekan? U nimani payida bilmayman, lekin men endi uni paydaman. Yur, bugunoq yerto'laga olib tushamiz. Alo, qani bo'l, yur. Alo. Alo. Ha? Ali Bey, borgan yetimxonangiz Ezelni ko'rgan joyingiz ekanmi? Shunaqa. Bu nusxa o'tmishni kovlashtiryapti. Nega? Bugun o'zidan so'raysan. Bugun o'sha kun, Tefo. Gazni bos. Qayoqqa boramiz Ali Bey? Baxt ostonasiga. Aksarayda Texas degan joy bor. O'zing bilgan tungi klub. Jengiz bir paytlar Omer bilan borgandi. Lekin endi Ezelni Omerni o'rniga qo'yyapti Ovsar. Aslida kimligini unga ko'rsatib qo'yaman. Siz payiga tushgan bo'lsangiz, demak, Ezelni holiga voy. Ha? Ezel, ovozimni eshit.